Bu videoni BMW'ni mazasini qochiraman degan merchilarga jo'natib qo'yasizlar. Hozir 5 ta fakt aytaman, keyin BMW'ni ro'parasiga ham yaqinlashmaysizlar. Birinchi faktimiz bu M4 KS kuzovidagi mashinamiz dunyo bo'yicha 0 dan 100 gacha bo'lgan eng katta rekordni ushlab turibdi. Ya'ni 0 dan 100 gacha 1.25 sekund. Ikkinchi faktimiz, menga Mercedes eslatib o'tsin, 2022-yildan beri qaysi marka eng ko'p premium mashinalarni sotgan? Конечно, BMW. Uchinchi faktimiz, eng chiroyli dizayn va kuchli motor mukofotini ham BMW M10 Formula 1da g'olibi bo'lgan. Mercedes, bunga atletga tuzukroq model yozinglar. Nima edi Mercedes? BMW komfort bo'yicha Mercedesga yeta olmaydi dermidinglar? Rolls-Royce Maybach'dan ham qimmat, ham komfortli. Rolls-Royce конечно, BMWga tegishli. Merch akalar, 5-fakt, Nürburgring shahrida bizani M3 G6 kuzovidagi GTR mashinamizda naq 20 martalab g'alaba qozongan va Porsche bilan Mercedes bunga chidamasdan shahardagi qoidalarni o'zgartirishni so'rashgan. Tasavvur qilasizlarmi? Merchlar tayinliroq faktlar bilan kommentariyani o'zingizlar boplanglar. BMWchilar, bu videoni hamma BMWchi, Merch tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.